Qonun ustuvorligini ta'minlash jinoyatchilikning har qanday ko'rinishiga nisbatan murosasiz kurash olib borish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qat'iy choralar ko'rilmoqda. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamentiga kelib tushgan ma'lumotga ko'ra, arizachi 4 nafar shaxsdan iborat bezor to'da tomonidan tazyiqda qolganini bildirib murojaat qilgan. Unga nisbatan zo'rlik ishlatilib, uni giyohvand moddalarni tarqatishda ayblab, majburlab video tasvirga olib, zaklatchikligi va giyohvand moddalarni tarqatishi haqida keng ommaga yolg'ondan jinoiy harakat sodir etgan shaxs sifatida ko'rinishini hamda ushbu videoni internet ijtimoiy tarmog'ida tarqatib sharmanda qilish va o'ldirish bilan qo'rqitib arizachi shaxsdan 500 AQSh dollari pul talab qilib kelgani ma'lum bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbir davomida zo'ravonlik va tovlamachilik jinoyatini sodir etib kelgan guruh a'zolari 2 nafar 2006-yilda tug'ilgan fuqaro hamda 2008-2009-yilda tug'ilgan maktab o'quvchilari qo'lga olindi. Jinoiy guruh Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi avtoturargohlardan birida 300 AQSh dollari va 2 million 400 ming so'm pullarni olayotgan vaqtda ushlandilar. Ulardan jami 300 AQSh dollari va 2 million 400 ming so'm pullar, 6 ta telefon apparatlari, 1 dona pichoq, 1 dona o'tkir tig'li jism ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan guruh yetakchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi tovlamachilik, 127-moddasi 3-qismi voyaga yetmagan shaxslarni g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish, 112-moddasi 1-qismi o'ldirish, zo'rlik ishlatgan holda qo'rqitish bilan aybdor deb topilib jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qolgan 3 nafar sherigiga nisbatan 165-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Unutmang, har qanday jinoyat uchun qonunda tegishli tartibda jazo chorasi belgilangan. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham shubhali shaxslar yoki ularning nojo'ya xatti-harakatlari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, ichki ishlar organlariga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlik takomillashtirildi. Kuni kecha bo'lib o'tgan taqdimotda davlatimiz rahbari narko-jinoyatchilikka qarshi kurashishning yangi bosqichga olib chiqish, aholi salomatligi va millat genofondini himoya qilishda bularning barchasi muhim huquqiy asos bo'lishini ta'kidlab, yangi qonun loyihasini imzoladi. Unda aholi, ayniqsa xotin-qizlar va yoshlarda giyohvandlikka qarshi immunitetni shakllantirish, internet orqali sodir etilayotgan narko-jinoyatlarga barham berish kabi choralarga alohida e'tibor qaratilgan. Xuddi shuningdek, respublikamiz hududida narko-jinoiy harakatlarni oldini olish borasida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda uning hududiy bo'linmalari va davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Toshkent shahrida internet narkodo'konda tarqatilayotgan 10 kilogramga yaqin giyohvandlik vositalari aniqlandi. Internet narkodo'konda administrator va kurator sifatida ish yuritgan 1989-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, muqaddam jinoyat kodeksining 164 va 278-moddalar bilan sudlangan fuqaro tezkor tadbir davomida qo'lga olindi. Shuningdek, tezkor texnik tadbirlar natijasida unga o'zaro tanish bo'lgan 2 nafar shaxsning jinoiy sherikligi ham aniqlandi. Ular 1993 hamda 1976-yilda tug'ilgan aka-ukalar ekanligi, ular ham internet narkodo'konda zakladka usulida giyohvand moddalarni tarqatib, oldi-sotdi bilan shug'ullanib kelishganligi ma'lum bo'ldi. Davom ettirilgan tezkor tadbirlar natijasida aka-ukalar yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda ko'p miqdorda giyohvandlik vositalarini saqlab kelishayotganligi aniqlandi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida 64817 dozaga teng bo'lgan 9,5 kilogramm gashish giyohvandlik vositalari hamda 545 gramm metamfetamin sintetik giyohvandlik vositalari rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruhga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz. Respublika hududlari bo'ylab giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlarni bartaraf etishga qaratilgan keng ko'lamli tadbirlar davom ettirilmoqda.